Hurmatli tinglovchilar, men Pediatriya fakulteti ichki kasalliklar kafedrasi assistenti Shodiyeva Gulzoda Rabimqulovna. Bugungi ma'ruzamiz yurak ishemik kasalligi, o'tkir miokard infarkti, etiologiyasi, patogenezi, klinikasi va davolash usullariga bag'ishlanadi. Ma'ruza rejasi. Miokard infarkti ta'rifi, etiologiyasi, patogenezi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, davolash usullari va profilaktikasiga bag'ishlanadi. Miokard infarkti yurak mushaklarining qon bilan ta'minlanishining o'tkir buzilishi oqibatida miokardning o'tkir ishemiyasi va nekroz rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Miokard infarktining asosiy sababi koronar qon tomirlar aterotrombozi va koronarospazm hisoblanadi. Miokard infarktiga sabab bo'ladigan faktorlar endogen va ekzogen faktorlarga bo'linadi. Ularga irsiy omillar, arterial gipertenziya, semizlik, qon tarkibida xolesterin miqdorining balandligi, qandli diabet, asab tizimining zo'riqishi, zararli odatlar hamda gipodinamiya, noratsional ovqatlanish kiradi. Miokard infarktida koronar qon tomirlarining total okklyuziyasi yoki qisman okklyuziyasi vujudga keladi. Magistral koronar qon tomirlarining total okklyuziyasi oqibatida miokard to'qimasining transmural zararlanishi vujudga keladi. Koronar qon tomirlarining qisman okklyuziyasi oqibatida tromb atrofidan qon aylanishi qisman davom etadi. Miokard infarktida og'riq xarakteri. Og'riq stenokardiyaga nisbatan juda kuchli, o'lim xavfi bilan kechadi. Og'riqlar to'sh orti sohasida joylashadi. Chap qo'lga, yelkaga, o'mrov sohasiga, bo'yin sohasiga, jag' ostiga, chap kurakka, kuraklar aro sohaga irradiatsiyalanadi. Og'riqlar xarakteri bosuvchi, kuydiruvchi, siquvchi xarakterda bo'lib, og'riq davomiyligi 20-30 daqiqadan bir necha soatgacha davom etadi. Og'riqlar nitroglitserin ta'sirida kamaymaydi. Og'riqlarni bartaraf etish uchun narkotik analgetiklar qo'llaniladi. Miokard infarkti tasnifi. Nekroz o'chog'i hajmiga ko'ra mayda o'choqli, yirik o'choqli. Shikastlanish chuqurligiga ko'ra transmural, subendokardial, intramural, subepikardial. Topografiyasiga ko'ra chap qorincha miokard infarkti, yurak cho'qqi sohasi miokard infarkti, qorinchalar aro to'siq miokard infarkti, o'ng qorincha miokard infarktiga tasniflanadi. Miokard infarkti klinik shakllari: klassik shakli, anginoz shakli hamda atipik shakllari abdominal, astmatik, aritmik, og'riqsiz shakllari farqlanadi. Miokard infarkti anginoz turi klinikasi. O'tkir miokard infarktining anginoz shakli 95% holatda kuzatiladi. Miokard infarkti anginoz shaklida og'riq xarakteri kuchli, xanjarsimon, siquvchi, bosuvchi, kuydiruvchi og'riqlar bo'lib, asosan to'sh orti sohasida joylashadi. Og'riqlar chap qo'lga, kurak osti sohasiga tarqaladi. Bemorlarda to'satdan paydo bo'lgan keskin holsizlik, sovuq ter bosishi, nafas qisishi, arterial qon bosimining pasayishi kuzatiladi va o'tkir tomir yetishmovchiligi belgilari kuzatiladi. Miokard infarkti astmatik shakli, status astmatikus. Miokard infarkti 5-10% holatlarda to'satdan nafas qisishi, status astmatikus kuzatiladi. Miokard infarkti astmatik shaklida o'pka shishi belgilari kuzatiladi.
Miyokard infarktining astmatik shakli qariyalarda, keng qamrovli qaytalangan o'tkir miyokard infarktida o'tkir chap qorincha yetishmovchiligi belgilari bilan kuzatiladi. Miyokard infarktining bu shakli 50-61 yoshdagi ayollar va qariyalarda ko'p uchraydi. Miyokard infarktining aritmik shakli. O'tkir miyokard infarkti aritmik shaklida bemorda ritm buzilishlari ustunlik qiladi. To'satdan paroksimal ritm buzilishlari, paroksimal taxikardiya, xilpillovchi aritmiya, o'tkazuvchanlik buzilishi rivojlanadi. Atrioventrikulyar yoki qorinchalar ichi blokadasi yoki politop eksistaliya rivojlanadi. O'tkir miyokard infarkti abdominal shakli, status gastralgicus. Miyokard infarkti bu shaklida og'riq to'sh orti sohasida joylashmaydi. Og'riqlar abdominal sohada joylashib, ko'ngil aynishi, qusish, palpatsiyada epigastral sohada og'riqlar bilan kechadi. EKGda miyokard infarktiga xos o'zgarishlar kuzatiladi. Miyokard infarkti davrlari. O'ta o'tkir davri. Miyokard ishemiyasidan nekroz paydo bo'lishigacha vaqtni o'z ichiga oladi. 30 daqiqadan 2 soatgacha davom etadi. O'tkir davri. Nekroz hosil bo'lishidan miomalatsiyagacha bo'lgan davrni o'z ichiga olib, 10-14 kungacha davom etadi. O'tkir osti davri. Nekroz o'chog'i o'rniga biriktiruvchi to'qimaning rivojlanishi bilan kechadi. Bu davr 1 oygacha davom etadi. Chandiqlanish davri. Chandiqdan keyingi miokardiyoskleroz, infarktdan keyingi kardioskleroz rivojlanishi bilan xarakterlanib, 4-8 haftadan 6 oygacha davom etadi. Transmural o'tkir miyokard infarkti EKG diagnostikasida o'ta o'tkir davrida EKGda o'tkir uchli, baland, tech ishchaning shakllanishi bilan xarakterlanadi. ST segmentining izoliniyadan ko'tarilishi. Resiprok ulanishlarda ST segmentining o'zgarishining diskordantligi kuzatiladi. Transmural miyokard infarkti o'tkir davri EKG diagnostikasi. Miyokard infarkti o'tkir davri 10-14 kun davom etadi. Bu davrda EKGda patologik qo'chishcha hosil bo'ladi. Patologik qo'chishcha nekrozning belgisi hisoblanib, davomiyligi 0,03 sekund va amplitudasi ertishchaning 4/1 qismiga tengdir. Miyokard infarkti davrlari EKG diagnostikasida o'tkir osti davri 1 oygacha davom etadi. O'tkir osti davrida ST segmenti izoliniyaga yaqinlashadi. Manfiy teshishcha shakllanadi. Chandiqlanish davri. Bu davr 28 kundan so'ng boshlanib, infarktdan keyingi kardioskleroz rivojlanishi bilan xarakterlanadi. ST segmenti izoliniyada bo'ladi. Bu davrda teshishcha manfiy yoki vaqt o'tgach izoliniyada va musbat bo'lishi bilan xarakterlanadi. Miyokard infarktida EKG o'zgarishlari. Ishemiya, teshishcha baland yoki ST segmenti izoliniyadan pastda bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bu miyokard infarktining prodromal davrida kuzatiladi. Miyokard infarkti o'ta o'tkir davrida ST segmentining ko'tarilishi bilan xarakterlanadi. Miyokard infarkti o'tkir davrida patologik qo'chishchaning shakllanishi, ST segmenti izoliniyadan ko'tarilishi va teshishcha invertirlanishi bilan xarakterlanadi. Miyokard infarkti chandiqlanish davri. Patologik qo'chishchaning shakllanishi, ST va teshishchaning normaga qaytishi bilan xarakterlanadi. Miyokard infarkti klinik elektrokardiografik tasnifi.
yirik o'choqli transmural qo'chishchali miokard infarkti hamda subendokardial mayda o'choqli qo'chishchasiz miokard infarkti bo'lishi bilan xarakterlanadi. Miokard infarktining EKG bo'yicha lokalizatsiyasi. Miokard infarkti yurak patanatomiyasiga ko'ra, qayerda joylashganligiga ko'ra EKGda o'zgarishlar bo'lishi bilan xarakterlanadi. Miokard infarkti old devorda joylashganda birinchi, ikkinchi standart ulanishlar avval kuchaytirilgan tarmog'ida hamda V1, V5 ko'krak ulanishlarida miokard infarktiga xos EKG o'zgarishlari bo'lishi bilan xarakterlanadi. Miokard infarkti old to'siq sohasida joylashganda V1, V2, V3 ko'krak tarmoqlarida miokard infarktiga xos EKG o'zgarishlari bo'lishi bilan xarakterlanadi. Miokard infarkti orqa diafragmal sohada joylashganda ikkinchi, uchinchi standart ulanishlar hamda AVF tarmog'ida ST segmentining izoliniyadan ko'tarilishi hamda miokard infarkti kechish davrlariga xos EKG o'zgarishlari bo'lishi bilan patologik qo'chishchaning shakllanishi bilan xarakterlanadi. Miokard infarkti cho'qqi sohasida joylashganda V3, V4 ko'krak ulanishlarida ST segmentining izoliniyadan ko'tarilishi patologik qo'chishchaning shakllanishi bilan xarakterlanib, miokard infarkti klinik ketish davrlariga ko'ra EKG o'zgarishlari bilan xarakterlanadi. Miokard infarkti yon devor sohasida joylashganda V5, V6 ko'krak ulanishlarida ST segmentining izoliniyadan ko'tarilishi va patologik qo'chishchaning shakllanishi bilan xarakterlanadi. Miokard infarkti diagnostikasida elektrokardiografiya usuli, umumiy qon tahlili, qon bioximik tahlili, ekokardiografiya, miokard infarkti asoratlari kuzatilganda, ya'ni o'pkada dimlanish belgilari kuzatilganda ko'krak qafasi rentgenografiyasi qo'llaniladi. Miokard infarkti diagnostikasida kardiomiyotsitlar nekrozi biomarkerlari katta ahamiyatga ega. Ulardan troponin T 3-4 soatdan so'ng miokard infarktida oshishi bilan xarakterlanadi. Troponin I qon plazmasida miokard infarkti kuzatilgandan so'ng 4-6 soatdan so'ng normaga nisbatan oshishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari kreatin fosfatginaza mioglobin fraksiyasining oshishi, laktodegidrogenaza, alanin aminotransferaza kabi fermentlarning ko'tarilishi, ya'ni oshishi bilan xarakterlanadi. Miokard infarkti qiyosiy tashxisida perikardit, miokardit, pnevmotoraks, aorta anevrizmasi, o'tkir xolestit, o'tkir pankreatit, qovurg'alar sinishi bilan qiyosiy tashxislanadi. Miokard infarktining asoratlari erta asoratlari va kechki asoratlariga bo'linadi. Miokard infarkti erta asoratlariga o'tkir yurak yetishmovchiligi, kardiogen shok, o'pka shishi, miokardning yorilishi, yurak tamponadasi, qorinchalar fibrilyatsiyasi, asistoliya, yurak aritmiyasi, chap qorincha anevrizmasi, tromboembolik asoratlar kiradi. Miokard infarktining kechki asoratlariga Dressler sindromi, surunkali qon aylanish yetishmovchiligi kiradi. Miokard infarktini davolashda birinchi o'rinda og'riqni bartaraf etish hamda oksigenoterapia qo'llaniladi. Og'riqni bartaraf etishda narkotik analgetiklar qo'llaniladi. Ulardan Pramidol 2% 1 ml teri ostiga yoki 1% 1 ml morfin gidroxlorid 10 ml 0.9% natriy xloridning izotonik eritmasi bilan vena ichiga sekin yuboriladi. Yurak ritmi va o'tkazuvchanligi buzilganda elektroimpulsoterapiya o'tkaziladi. Antikoagulyantlardan dastlabki soatlarda geparin 10 000 единицada vena ichiga,
Keyingi soatlarda geparin 5000 единицаdan har 4 soatda teri ostiga yoki Fraxparin 0,6 ml bir mahal teri ostiga yoki Klexan 0,4 ml 2 mahal teri ostiga yoki Klexan 0,8 ml bir mahal teri ostiga sutkasiga bir mahal qo'llaniladi. Nitratlardan Nitramin aerozoli 2 doza til ostiga yoki Karziket 20 mg 2 mahal yoki Alikard 40-60 mg bir tabletka bir mahal yoki Manasan 10 yoki 20 mg 2 mahal sutkasiga qo'llaniladi. Perlinganit eritmasi 0,1% 10 ml eritmasi 0,9% 200 ml natriy xloridning eritmasi bilan vena ichiga sekin yuboriladi. Tomchi holatida yuboriladi. Trombolitik terapiya miokard infarktining transmural shaklida dastlabki 2 soatda qo'llaniladi. Trombolitik terapiya EKGda miokard infarktining ST segmenti ko'tarilishi bilan kechadigan holatlarda qo'llaniladi. Trombolitik terapiyadan so'ng koronar qon aylanishi tiklanadi. Infarkt hajmi chegaralanadi. Trombolizis kasallikning dastlabki soatlarida qo'llaniladi. Trombolitik terapiyadan streptokinaza 1,5 million xalqaro единицада natriy xloridning 0,9% 100 ml eritmasi bilan vena ichiga tomchi holatida 30-60 daqiqa davomida yuboriladi. Trombolitik terapiyaga qarshi ko'rsatmalar farqlanadi. Ulardan mutlaq qarshi ko'rsatma bosh miya ichiga aktiv qon quyilishi, gemorragik diates, anevrizma, so'nggi 2 oyda o'tkazilgan miya jarohati, qon ketish xavfi, xavfli gipertenziya mutlaq qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Nisbiy qarshi ko'rsatma bo'lib bosh miya qon tomir kasalligi, bakterial endokardit, homiladorlik, jigar yetishmovchiligi, uzoq vaqt varfarin preparatini qabul qilganlik hisoblanadi. Miokard infarkti medikamentoz davosidan kardioselektiv beta adrenoblokatorlardan Igilok 2,5 mg 2 mahal yoki Kankor 2,5 mg 2 mahal yoki Nibilet 2,5 mg 2 mahal qo'llaniladi. Beta adrenoblokatorlarga qarshi ko'rsatma bo'lib atrioventrikulyar blokada va bronxal astma hisoblanadi. Bundan tashqari miokard infarktini davolashda metabolik preparatlar Karvitin 1 gram, natriy xloridning 0,9% 100 ml eritmasi bilan vena ichiga tomchi holatida yuboriladi. Bundan tashqari metabolik preparatlar qo'llaniladi. Ulardan tetrazolin 2,5% 4 ml eritmasi vena ichiga yuboriladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.